Mamlakatimizni barqaror rivojlantirish, xalqimiz farovonligini oshirish, fuqarolarimizning o'z hayotidan rozi bo'lib, ertangi kunga qat'iy ishonch bilan munosib hayot kechirishini ta'minlashda mahalla institutining o'rni va ahamiyati katta. Shu sabab ham davlatimiz rahbarining 2026-2027 yillarda Jizzax viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda mahallalar faoliyatini chuqur tahlil qilgan holda ularning ixtisoslashuvini chuqurlashtirishga alohida e'tibor berilgan. Avvalo, joriy yilda ishsizlik darajasini 3% ga va kambag'allik darajasini 2.8% ga tushirish. Jizzax shahri Sharof Rashidov, Baxmal, G'allaorol, Do'stlik, Zomin va Zafarobod tumanlarini kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish belgilab berilgan. Shunga ko'ra, mas'ul idoralar tomonidan 2026-yilda 10.500 ta oilaning 45.800 nafar a'zolarini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha aniq tadbirlar belgilab olindi. Xususan, doimiy ishga o'rinlariga joylashtirish bo'yicha 16 mingga yaqin, tadbirkorlik jalb qilish orqali 15 ming nafar, kambag'al oila daromadini oshirish orqali 7300 nafar, norasmiy faoliyatni legallashtirish orqali 5100 nafar, kasb-hunarga o'rgatish orqali bandlikni ta'minlash orqali 2600 nafar. Yil yakuni bilan kambag'allik darajasi 2.8% ga tushirish rejalashtirilgan. 2026-yil yakuniga qadar 19800 nafar ishsizlik darajasi 3% ga tushirish rejalashtirildi. Bunda yangicha loyiha yondashuv asosida aholi bandligi ta'minlanadi. Barqaror kelajak sari dasturi yoshlar bandligini ta'minlash amalga oshirish orqali 12600 nafar, mehnatsevar ayol loyihasini xotin-qizlar bandligini ta'minlash amalga oshirish hisobiga 4200 nafar, teng imkon inklyuziv bandlik dasturi orqali nogironlar bandligini ta'minlash hisobiga 1700 nafar, bandlik organlari ish beruvchi hamkor dasturi doirasida 6300 nafarni tashkil etadi. Mahallalarda mikro loyihalarni tashkil etish bo'yicha 24 ming nafar belgilab olganmiz. Mahallada tadbirkorlik rivojlantirish loyihasi doirasida 1200 nafar ishsizlar bandligi ta'minlanadi. Shuningdek, 2026-yilda 28070 nafar aholi doimiy ishga joylashtirish rejalashtirilgan. Yangi loyiha yondashuv asosida 2026-yilda Baxmal, Do'stlik, Sharof Rashidov, Zafarobod va Zomin tumanlari ishsizlikdan xoli hududga aylantiriladi. Jizzax viloyatida mahallalar ixtisoslashuvini, ularning geografik joylashuvi, mavjud xomashyo va yer resurslaridan kelib chiqib, bog'dorchilik, savdochilikni rivojlantirish ham qarorda belgilab o'tilgan. Masalan, tog'li tumanlardagi 57 ta bog'dorchilikka ixtisoslashgan mahallalarda 5000 gektar eski bog' va tokzorlarni yangilash hamda boshqa tumanlarning sabzavot va polizchilikka ixtisoslashgan 126 ta mahalladagi 10.000 gektar aholi tomorqasi ijara yer maydonlarida hosildorligi yuqori va eksportbop mahsulotlari yetishtirish rejalashtirildi. Bugun mana shu qaror asosida joylarda ishlar boshlandi. Ishchi guruhlar tuzilib, joylarda mahallalarda o'rganishlar olib borilyapti. Qolaversa 41 ta mahalla og'ir toifali mahallalar tanlab olindi. Xitoy Xalq Respublikasining 7 universitet professorlari mahalla a'zolari va og'ir toifa mahallalarning yettiliklariga o'zlarining Xitoy tajribasi yuzasidan onlayn o'quv seminar o'tkazildi. Men o'ylaymanki, Xitoy tajribasida albatta ularda qashshoqlikdan chiqish dasturlari bizga juda qulay keldiki, ya'ni mahallalarda, qishloqlardagi xonadonlarda kichik ishlab chiqarishlar, ishchi o'rinlar yaratilishi, qolaversa korporatsiya usulida ish olib borilishi, qolaversa yetishtirilgan mahsulotlari, ularni qanday upovka qilish, qanday qayta ishlash, bozorbop qilib tayyorlash bo'yicha batafsil axborotlar berildiki, juda havas bilan tingladik. O'zimizda ham shu yo'llar ish amalga oshirilmoqdaki, iqlim sharoitidan kelib chiqib, Baxmal tumanlarimizda misol meva-sabzavotchilikni ishlab chiqarish, xalqning o'zining tajribalari bor, 2-3 marta hosil olish yo'llarini biladi, daromadli hosil yetishtirishni biladi. Qolaversa cho'l tumanlarda polizchilik, u yerdan 2 marta hosil olish, ya'ni dukakli ekinlarni qayta ekish natijasida ko'p daromad olishni dehqonlarimiz o'zlashtirib oldi. Demoqchimanki, shu oilalar to'kin bo'lsa, shu daromad olsaki, daromadli ish bilan ta'minlansaki, oila but bo'ladi, mahalla obod bo'ladi. Mahallalar uyushmasi tashabbusi bilan viloyatimizda 17800 ta oilani ishsiz oila a'zolarini platformaga kiritib, individual dasturlar asosida daromadli ish bilan ta'minlash, ya'ni mahalla raislari tashabbusi bilan har kuni bittadan
aniq daromadli ish bilan ta'minlash tashabbusini olg'a surmoqdamizki, kunlik nazoratni olib bormoqdamiz. Qolaversa, 13.300 kambag'al oilalar uchun alohida individual dasturlar tuzilib, ularni kambag'allikdan chiqarish, ya'ni ularni daromadli ish bilan ta'minlash orqali, ularga subsidiyalar berish, imtiyozli kreditlar berish orqali oila daromadini shakllantirish asosiy vazifamiz qilib olganmiz. Azaldan ota-bobolarimiz chorvasi bor xonadonlarni barokatli, fayzli oila deb ta'riflashgan. Shundanmi 7 xazinaning biri bo'lgan chorvachilik, parrandachilik bilan shug'ullanishni hali ham hamyurtlarimiz kanda qilishmaydi. To'g'rida, inson salomatligi uchun o'ta muhim sut va sut mahsulotlari, go'sht hamda tuxum ro'zg'orning barakasi hamdir. Biroq masala rentabeli past mahalliy chorvalarning naslini yaxshilash. Jaydari sigirdan ham sifatli buzoq olib, go'sht va sut mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirishdir. Shunga ko'ra, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi tomonidan 2026-yilda Forish, G'allaorol, Do'stlik, Zafarobod, Mirzacho'l va boshqa tumanlarda chorvachilikka ixtisoslashgan jami 140 ta mahallada 101 ming bosh chorvaning naslini yaxshilash choralari ko'rilmoqda. Birinchi galda Baxmal, G'allaorol, Zafarobod tumanlaridagi chorvachilik kam rivojlangan 36 ta mahallada ishlar namunali tashkil etiladi. Bundan tashqari aholi xonadonlariga naslli qo'y va parrandalar yetkazib berish ham maqsad qilib olindi. Bizda chorva mollarimizni asosiy qismi aholi xonadonlarida boqilyapti. Tadbirkorlarimiz, fermerlarimiz chetdan naslli mollar olib kelib, chorva mollarini ko'paytirib, chorva mollarini go'sht yo'nalishidagi, sut yo'nalishidagi zotlarni olib kelib ko'paytirib kelyaptilar. Hamda aholi xonadonlarida ham albatta chetdan olib kelingan naslli mollar bor, lekin bizda mana shu bu yil oldimizga maqsad qo'yib oldikki, 235 ming bosh qaramollar borda aholi chorva mollarida. Sigir va o'najinlarimiz bor. Mana shularni 101 mingini biz aholi xonadonida chorva mollarini naslini yaxshilash maqsadida aholida chorva mollarini sun'iy urchitish yo'li bilan zotini yaxshilamoqchi bo'lyapmiz. Bu qanday amalga oshiramiz? Buni biz har bitta shu chorvachilikka ixtisoslashgan mahallalarni aniqlab oldik. 140 ta mahallani aniqlab oldik. Ulardagi 101 ming sigir va o'najinlarni sun'iy urug'lantirish orqali naslni yaxshilayapmiz. Angus zotli, Geriford hamda sut yo'nalishidagi Simmental, qora ola, qizil ola go'shtli zotlarni urug'larini olib kelib, aholi xonadonlari talabiga qarab, kim qanaqangi zotda mol xohlasa, o'sha zotni molni urug'ini qo'yib berib, ulardan nasl olyapmiz. Biz viloyatimizga o'tgan yili 5300 boshdan ziyod naslli qaramollar olib keldik. O'tgan yili 32 ming bosh naslli qo'ylar olib keldik. Shu jumladan 21300 bosh bayat zotli qo'ylar olib keldik. Mana shu yo'llar bilan aholining qo'lida chorva mollarini ham naslini yaxshilab boryapmiz. Endi o'tgan yili viloyatimiz aholi dasturxoniga 244 ming tonna go'sht, 719 ming tonna sut, 423 million tonna tuxum yetishtirib berdik. Hamda 12,5 million tonna baliq go'shti yetishtirib berdik. 11,5 ming tonna parranda go'shti yetishtirib berdik. Endi maqsadimiz faqat bozorlarda arzon qilib, aholi qo'ldagi mollarni ham naslini yaxshilab, fermerlarimizga qo'ldagi chorva mollarini yaxshilab, mahsulotni, oziq-ovqatni arzonlashtirish. Kishi qachon halovat topadi? O'zining qilayotgan mehnatidan ko'ngli to'lsa, topayotgan daromadi ro'zg'origa yetib, farzandlari kelajagi uchun sarmoya to'play olsa, eng muhimi yashayotgan hududi tinch, osuda, osoyishta bo'lsa. Shu jihatlar ham qarorda e'tiborga olinib, 2026-yilda 182 ta mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish huquq-tartibot organlari oldiga aniq qilib belgilab qo'yildi. Jumladan, mazkur qarorda Jizzax viloyatidagi 182 ta mahallalarni 2026-yilda jinoyatchilikning xoli hududga aylantirish borasida topshiriq berilgan. Mazkur Prezidentimizning qarorini ijrosini ta'minlash borasida Jizzax viloyati ichki ishlar organlari, xodimlari hamda uning quyi tizimlari tomonidan bir qator profilaktik chora-tadbirlar olib borilmoqda. Mazkur Prezidentimiz qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida hurmatli Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 5-yanvar kuni qabul qilingan 1 va 2 sonli qarorlari, ya'ni mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish borasidagi qarorlari talablaridan unumli foydalanishimiz zarur bo'ladi. Chunki jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan barcha profilaktik chora-tadbirlar hurmatli Prezidentimizning mana shu 5-yanvar kungi PQ1 va PQ2 sonli qarorlarida aynan ko'rsatib berilgan. Ya'ni kim
Jizzax viloyatidagi barcha mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarning oldini olish maqsadida ularga kuzatuv kameralari o'rnatish, ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklariga domofon qo'yish, PTZ kameralar qo'yish, ayniqsa maktablarda o'quvchilar tomonidan salbiy holatlar sodir etishini oldini olish maqsadida maktablarning kirish joylariga hamda stadionlariga aylanuvchi PTZ kameralar o'rnatishni belgilab olganmiz. Shuningdek, mazkur qaror talablari ijrosini ta'minlash maqsadida profilaktika inspektori joylarda mahalla yettiliklari bilan birgalikda faoliyat olib bormoqda. Profilaktika inspektorining bir o'zi mahallada jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshira olmaydi. Lekin u o'zining yonidagi hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan yettilik bilan birga ishlagan taqdirdagina o'zining hududida jinoyatchilikni oldini olish, huquqbuzarlikka qarshi kurashish, fuqarolar osoyishtaligini ta'minlash borasida profilaktik chora-tadbirlarni o'z o'rniga qo'ya oladi. Agarda mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, mahalla soliqchisi va ijtimoiy xodim bilan birmush bo'lib ishlagan taqdirda ular har bir muammoli holatda mahallaning o'zida yechimini yechib, hal qilib, kelajakda bu yerda, ya'ni ushbu mahallada salbiy holatlar kelib chiqishini oldini olishga qaratilgan barcha profilaktik chora-tadbirlarni ko'ra biladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan topshiriqlardan yana bittasi mahalladagi nizoli oilalar bilan ishlash. Nizoli oilalar bilan ishlashda hurmatli prezidentimizning 2025-yil avgust oyidagi 153-sonli qarori talablari bilan ishlasak, har qanday jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarimiz yanada ilgariroqqa yuritishimiz mumkin bo'ladi. Chunki unda belgilab berilganki, har bir nizoli oilaga 3 kunda bir martaba borib xabar olishlik belgilangan. To'g'ri, bir nafar profilaktik inspektor har 3 kunda borib nizollarda xabar ola olmasligi mumkin, lekin unda mahalla yettiligining imkoniyatlaridan foydalansa, 3 kunni birida profilaktik inspektori, keyin mahalla raisi, keyinchalik xotin-qizlar va boshqa faollar birgalikda borib xabar olib tursa, u yerda hech qanday nizo, janjal va boshqa salbiy holatlar kelib chiqishining oldi olinadi. Hozirgi kunda Jizzax viloyatida barcha mahallalar jinoyatchilikni holi hududga aylantirish borasida profilaktik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan o'tkazilgan, ya'ni 27-yanvar kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlarga asosan Toshkent shahrining Chilonzor tumani namunasi asosida Jizzax viloyatidagi Jizzax shahri barcha mahallalarda ushbu yo'nalishdagi ishlar o'tkazishini belgilab oldik. Ya'ni bunda 34 ta mahallaga barcha mas'ullarni, viloyat darajasidagi mas'ullarni hamda shahar darajasidagi mas'ullarni biriktirdik. U yerda 16 ta yo'nalish bo'yicha ishlarni tashkil qilganmiz. 16 ta yo'nalishdan 7 tasi ichki ishlar organlariga, bittasi Milliy gvardiyaga taalluqli bo'lsa, qolgan 8 tasi esa hokimlik organlariga taalluqli vazifalar belgilab berilgan. Jizzax viloyatida prezidentimizning mazkur qarorini ijrosini ta'minlash uchun barcha shart-sharoitlar yetarli. Buning uchun barcha kuch vositalarni ishga solamiz va kelgusida mazkur qaror ijrosini ta'minlash borasida profilaktik chora-tadbirlar izchillik bilan davom ettiriladi. Xulosa qilib aytganda, mahallalarni obod qilish, ularning infratuzilmasini rivojlantirish borasida 2026-yilda aynan Jizzax viloyatida qator ijobiy ishlar amalga oshirilayotgani viloyatimiz qiyofasini tubdan o'zgartirib, xalqimiz turmush darajasi va madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi.